Tushda shampun ko'rishning ta'birlari. Tushda shampun ko'rish sizning ruhiy yoki emotsional holatingizda biror yangilikni bildirishi mumkin. Bu masalan, stress yoki xavotirlarni yengib o'tish, eski fikrlar yoki hissiyotlardan xalos bo'lish jarayonini bildirishi mumkin. Shampun tozalovchi vosita sifatida bu sizning hayotingizda yangi o'zgarishlarga tayyor ekanligingizni bildirishi mumkin. Bu ishdagi yoki shaxsiy hayotdagi o'zgarishlarga ham ishora bo'lishi mumkin. Ba'zida shampun o'ziga bo'lgan e'tibor yoki tashqi ko'rinishni yaxshilashni anglatishi mumkin. Tushda shampun ko'rish sizning o'zingizga, sog'lig'ingizga yoki tashqi ko'rinishingizga ko'proq e'tibor berishni xohlayotganingizni bildirishi mumkin. Shampun bilan bog'liq tushlar ruhiy holatingizda yaxshilanish va ichki tinchlikni izlashni anglatishi mumkin. Bu ayniqsa stressli yoki noqulay vaziyatlardan keyin paydo bo'lishi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.